Mana inkubatorimiz ishlash shu. Namligi o'sha 45 ta 50 ga bormayapti, chunki ko'chada turibdi. Kun isib ketganligi sababdan shu ahvolda bo'lyapti. Hozir akamiz kelganlar. Nechta tuxum bergandingiz? 39 ta. 39 ta tuxumdan nechta ochmayapti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Hozir buni ham tekshiramiz. Ichida jo'jasi bormi, yo'qmi? Necha foiz ochganini tahlil qilib beraman men. Mana tuxum immuniteti baland to'g'rilar bo'lsa, ochaveradi. G'izillatib yuboradi, ha. Endi hozir shuni urug'langanligini ana tuxumda bitta idishga chaqaylik. Ho, paqirdoning Murat aka. Siz jo'jasini sanab turing aka, nechta ochdikni? Ha, sanab solavering aka. Ashini chaqing yashinga chinini qirg'og'iga urib ko'raylik, ichida jo'ja bormi yo'qmi? Ichiga tashlasangiz ham bo'laveradi, ko'rinadi. Moni ichiga tashlasangiz, yo'q, ochib tashlang-da buni men videoga qanday ko'raman. Mana bunday qilib to'kib yuboraverasiz ichiga. To'kib yuboraverasiz. Ko'raylik mana, ha. Jo'ja yo'q mana. Bu degani agar bitta ham jo'ja chiqmasa 100% ochdi degani bu jo'jani. Mana inkubatorchilarga bir narsani tushuntira olmayapman. Shuni hozir rosa isbot bermoqchi edim. Tez-tezda aka, video cho'zilib ketmasin. Yo'q, значит urug'lanmagan jo'jasi yo'q. Jo'jasi bo'lganda ichida ko'rinardi mana, akalar. Bittada bor ekanmi? Bittada bor ekan shekilli, qorayib qoldi hozir. Ikkitada bor ekan, ha? Mana hozir 98% ochyapti hozir. Ikkita tuxumda jo'ja bor ekan, ochmabdi. Qaranglar, 98% ochyapti. Inkubatorimiz mana shu ahvol, mana ko'chada turibdi. Значит, shuni belgilaydiki, inkubatorda ham namligi juda zo'r rol o'ynab olmaydi. To'g'ri, endi o'ynaydi, aynan paytda biz harakat qilib turamiz. Kechqurun zo'r havo bo'ladi, balkim kechasi yetkazib yuborayotgandir namligini. Ko'cha salqin bo'ladi, va o'ta kechqurun salqin bo'ladi, 70 ga olib chiqadi kechqurun. Balkim shuning uchun ham yetkazib yuborayotgandir. Mana sizlar ham ko'ringlar. Xullas, sifatli urug'langan bo'lsa, qoni toza bo'lsa, mana 98% ochadi. Sizniki ham. Bilib olinglar shuni. Biz graduslarni tekshirganmiz, to'shni ishlaydi. Mana graduslarni tekshirib turamiz go'da-go'da. Mana shu ahvol, mana biz vadnogimiz alohida. Sog' bo'lasizlar.